Ertalabam bo'libdi. Ertalab bo'libdi. Qani bir ozgina nonushta qilaylik-chi. Nonushta bir zo'r ketadi. Mana qornimiz ham to'ydi. Soat necha bo'libdi? Hozir ko'ramiz. Hozir darsliklarga olamiz. Voy, 8:30. O'zgina ovqat olaylik. Hali qonim muncha to'ymadi. 8:30 bo'ldimi soat. Tez-a? Men 6 deb o'ylabman-da unachidan. Mana hech qisi yo'q. Mana hozir maktabga yuguryapmiz va mana leccha zombichalar sotib o'ynaydi hozir. Shuning uchun tezroq yugur. Assalomu alaykum ustoz. Kirdim-ku, ko'zingiz ko'rmi? Nimaga kech kelding? Ustoz, men turgandim. 6 deb o'yladim. Keyin soatni ko'rsam 8:30 ekan. Mayli. Hozir. Ustoz, maktab tugashiga necha kun qoldi? O'zing bilmaysanmi? Yo'q. 7 kun qoldi. 7 kun bormi? Hali maktab tugashiga qachon tugaydi? Sizdan qachon qutulaman? Men ham sendan qachon qutulaman ekan deb yuribman-da. Voy, mendan qutula olmaysiz-da. Mayli, dars o'taylik ustoz. Birinchi partaga kelib o'tir. Voy, nimaga? O'zimni partamda o'tiraveray. Mayli. Oxirgi partaga o'tiraveray. Mayli, o'tiraver. Hozirgi dars qaysi? Tarbiyami? Tabiiy fan, jismoniy informatika, ona tili. Ona tilini och deysizmi? Nima hozir birinchi dars? Ona tili. Maylimi? Ozgina ovqat yeyaveray. Dars payti ovqat yema. Qonim och bo'lib ketdi-da. Ona tili. Nima yozay? Ayting. Ben Alisher Navoiy. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ona tilidan faqat Alisher Navoiy deb yozaveramizmi? Короче, mana uni ko'ring. Hozir qaysi tarafdan kelsam yoningizga. Alisher Navoiy hali tanaffus bo'lishiga qancha vaqt qoldi ustoz? Hali bormi yo'q? Mana. Tanaffus bo'ldimi? Ketdik. Ovqat yeylik. Yo'q, dars payti ovqat yeymiz. Dars 5 minut vaqt o'tkazamiz, ovqat yeb darsa. Bak, aylanib keldik, endi qornimiz och bo'ldi. Mana o kitobingni ol. Ustoz, qarang, u kitobmi? Ko'zingizni yaxshilab oching. Daftar-ku, sizga daftar berdim, kitob bermadim. Voy, qanaqa qilib olaman? Ustoz, qamalib qoldim. Meni qamadingiz. Ahmoq. Meni qamadingiz. O'zing ahmoqsan. Hozir qanaqa dars? Biologiyami, informatikami, ona tilimi, tarbiyami? Ayting. Biologiyani och. Ochdim. Nima deb o'zing? Og'abek Minecraft tezroq 5 ga bo'lib 100 ga harakat qilsin. Bo'ldi, hozir ochdim. Yozamiz Og'abek Minecraft 5 ga bo'lib 100 ga harakat qilsin. Tugadimi?
tugadi, menga olib kel. Hozir ustoz, hozir. Yeyman u. Mana oling, tekshirib oling. Tanaffusmi tanaffus? Obunachilar bu jitil davr o'tmaydi. Böyle tekshirib bo'ldingizmi? Necha baho qo'ydingiz? Nima bu? 4 bahosi. Nima bu 4? Mana bu yerga 4 qo'yib beribsan, shuning uchun 4. Bu 4'ü men qo'ydimmi? Ko'zingiz ko'rmisiz ustoz? Ha, ko'zim ko'rindi, nima endi? Ko'zingiz ko'r bo'lsa nima? Ana uni nerdan ko'rdingiz? Qayerdan ko'rdingiz? Oling ana u. Musichani. Ustoz, hozir nima o'tamiz? Ona tilida. Bir fanni o'tmaylikda ustoz. Mayli. Qaysi fanni o'tmaymiz? Tarbiyani o'tmaymiz, davay. Hozir jismoniy tarbiya bo'ldi, ustoz. Jismoniy tarbiya. Nima o'tamiz? Bor, telefoningni olib kel, PUBG o'ynaymiz. Jismoniy tarbiyadami? Ha. Unda uyimga borib kelaymanmi? Yo'q, uyga borishga ruxsat yo'q. Nimaga? Undan ko'ra tarbiya kitobingni och, yozuv yozamiz. Yo'q. Ustoz, mana telefonim bor. PUBG o'ynaymiz. Qani kiring. Mazza qilib o'ynaydigan ustoz PUBG. Da. Endi hozir informatika o'tamiz. Informatikadan ham nima o'ynaymiz? Informatikadan. Robloxmi? Da, Roblox o'ynaymiz, Roblox. Mayli, hozir Robloxga kiring, ulanamiz. Ulandik, mana u sakradagimga kiring, shunda o'ynaymiz. Mana kirdimmi, izimdan kiring. Mayli, mana kirdim, mana. Qani, o'ynang. Ko'rdingizmi ustoz, sizdan o'tib ketyapmanmi? O'tib ketyapman sizdan. Ko'rdingizmi, o'tib ketdim. O'ynab bilmaysiz ekan. O'ynashni menda o'rganing. Mayli. Bo'ldi, darslar tugadimi? Tugadi. Uyimga ketdim men. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Og'abek Minecraft va ustoz bo'ldi. Bir qanaqa jita ha deydigan. Uni o'rnini ham o'zim o'ynadim. O'zimning rolimni ham o'zim o'ynadim. Hammaga xayr. Sizlar bilan Og'abek Minecraft bo'ldi va jitel. Hammalarga xayr.